Cobalt avtomashinasi 15 million so'mgacha arzonladi yurtdoshlar. Bemalol Xorazm avtotexnik xizmat saloniga kelib turib, qolgan ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Endi Captiva 5 avtomashinasi 45 million so'mgacha arzonladi obunachilarimiz. Buni ham üzerimizni Xorazm avtotexnik xizmat saloniga kelib, batafsil to'liqroq yana bir ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Damas avtomashinamiz esa 15 million so'mgacha hozirgi kunda arzonlab chegirma o'tirdi yurtdoshlar. Assalomu alaykum Temadamiz YouTube kanali obunachilari. Bugun mustaqilligimiz 35 yillik munosabati bilan shok xabarni sizlarga e'lon qilamiz. Sababi avtomashinalarimiz arzonladi. Ba'zi bir mashinalarimiz 45 million so'm arzonladi, ba'zi bir mashinalarimiz 15 million so'm, ba'zi bir mashinalarimiz esa yana 15 million so'm arzonladi. Qaysi mashinalar deydigan bo'lsangizlar, videoni oxirigacha ko'rib, bizani qo'llab-quvvatlab, podpiska tugmasini bosib qo'ysangizlar, biz hozir e'lon qilib o'tamiz. Bu narsamiz 4,15lik. 4,15lik. Van strafilmi? Van strafil. Qarshi ishlatsa ham bo'ladi. Navisi ham ketadi bularga. Navisi ishlatsa bo'ladimi? Navisi ishlatsa bo'ladi. SBC bir kakama navisi desalar, strafilni oladilar. Hisob. 4,15lik 4 metrlik bo'yi. 4,15lik bo'yi 4 metrlik. Bahasi necha so'm? Bahasi 105 ming so'm. Bahasi 105 ming so'm. 105 ming so'm. Bu yerda qimmat ham bor, arzon ham bor. Sizni kisangizga qarab, bular taqlab üzerinizga aytib beradi. Men tarafda ko'rib turgan taxtalaringizdan bular ham narxini xudo xolasa bilib berishga harakat qilamiz. Bu strafilmi? Bu strafil, aksiya tushgan strafil bu. Buni narxini 55 ming so'm qilib beramiz. 4'e 10'lik narxi 55 ming so'm. Qalınroqi kerak. Bizga strafilni desangiz, yana qalınroqi yurtdosh. Yana. Buni chenchalik bu. Onu 5'e 10. Kalınlıkı 5 çizsi. Metre tasarruf olabilirler. Hop. 5'e. Yine 10. 10. Daha sonra 10 yarım gösterir. Boyu neçe metr? Boyu 4 metrlik. Neçe so'm narxi? Bugünkü günde bakası 85 ming so'm qilib beramiz. Bugünkü günde bakası 85 ming so'm. Eğer skidga aytib bering, boshqa desalar necha bo'ladi? Bemalol aytib beraman. Ularni taxlab berasiz. Manzildan ortib beraman, 5 kg mikron qo'shib beraman. Bu taxtani yonboshi giyzilardan qilasan bormi buni? Albatta bor. Buni necha so'm shu? Buni 55 ming so'mdan qilib beraman. Buni necha bu? 2,5 14 4 metrlik. Ha, bu 2,5 14 4 metrlik. 4 metrlik. Necha so'mdan beraman? 55 ming so'mdan qilib beraman. Shuning ichida oqartirib yo'nib beraman. O'yindan manzildan ortib ham beraman. Eğer shtuki ko'proq bo'lsa 5 kg mikron qo'shib beraman. Yurtdoshlar, endi qaranglar, yonboshi yana gizma xilisi kerak desangiz, yana bu gizma xilisi namoz bahosini aytib o'tadi. Gizma xilisi necha so'm buni? Gizma xilisi bo'lsin, prostoyi bo'lsin, bir xil narxda chiqadi bizda. Ko'p yerda gizmasini qimmatroq berib, buni arzonroq narxga o'tiribdilar ekan, bizda bir xil narxi. Tushundim. Bu 55, gizmasam 55 ming so'm qilib beraman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Metri 4 metrlik. Qalınroq razmer so'rasangizlar, bu bizda xudo xolasa bu 207lik bo'ladi. Eni 14, uzunluğu 4 metr. Pechatlangan 100% kuru kakışa tayyor. Bahası necha so'm? Bahasini 60 ming so'm aytib beraman. Dastak kezam ichida 5 kg mikron qo'shib beraman. Isa, shunda bir rekangiz nechalik? Rekamiz shifrlik bo'ladi. Razmeri 2,5lik, uzunluğu 6 metr. Veya eksport deb aytiladi. Birdan ham dugunini yo'q. Buni bahasi 5 ming so'mdan chiqadi. Buni kelib birim ko'rib seyrab olaveradilar. Sho'r yaxshi bizada. Boshqada ya sinib turib degan narsa yo'q. Gap yo'q. 3,5 ming so'mdan boshlanadi reka bizda. 1 metr 3,5 ming so'mdan 6 ming so'mdan bor. Rekani 1 metri 3,5 mingdan 6 ming so'mgacha bor. Shuni oralig'ida kelib olaveradi. 4 ming so'mligi bor, 4,5 ming so'mligi bor. Gap yo'q. 12 lik ularga. Nima ishlatiladi bu? Navesi o'rasi qarshi shipirdan so'kasini ishlatsa bo'ladi. Necha so'm donasi? 150 ming so'm qilib beraman bugungi kundagi bahasi. Bugungi kundagi bahasi 150 ming so'm. Xo'p, qarang. Belki durishga necha so'm bo'ladi? Bu 5 metrlik bo'ladi. 5 metrlik 12 lik. Bahası 165 ming so'm. Xo'p, yetdi. Belkisiniga 16lik. 16lik bir listek bo'ladi. Xo'p. Buni bostirmaga bemalol ishlatadilar. Ya 5 metr joylar bo'ladi-ku. Shura bemalol bo'ladi. Narxini 400 ming so'm qilib beraman. Bir danasi 400 ming. 400 ming so'm qilib beraman. Yurtdoshlarga ko'rib tursa, Stroylesda ob'yom ko'pligi hisobidan bo'ladi, narxlar ham arzonroq turadi. Ko'rib, uyda hisob kitob aytib, gaplashib, ustidan xarid qilaverasizlar. Hozir Stroyles istalab manzilni bir qator tushuntirib o'taman. Obunachilar, do'stlar, ko'rib tursa, orqamda Stroyles degan yozuv bor. Bu yozuvda ne gap so'z? Qaranglar. Ben tarafi Obulg'ayni ko'piridan shuni tushib kelasiz. Chap tarafingizda Paxtagan mahallasi qoladi. To'g'riga yuradigan bo'lsangiz, o'ng tarafga shunday qaraydigan bo'lsangiz, Stroyles deb katta tipaz qo'yibdinglar, ko'rib tursangiz, taxta og'och narxlari eng Xorazm bo'yicha eng arzoni, eng sifati zo'ri, xudo xolasa, sho'rda bo'ladi.
Ben tarafından gelseniz o telecenter taraftan şundan ötüp gelesiz. Doğrusunda MS metan var. MS metanın doğrusunda yine görüp tursiz. Stroyla istemez koydu. Yaxshilab görüp like basıp otursanız elbette bize xursand bo'lamiz. Obunachilar yurtdoshlar, bize bugün Xorazm Avtotek xizmat salonida turibmiz. Görüp turganlaringizga odamlar ko'p. Sababi mashinalarimiz arzonlagan hisobına ko'pchilik obunachilarimiz, ko'pchilik yurtdoshlarimiz mashinalarni xarid qilish uchun kelib turibdilar. To'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun kelib turibdilar obunachilar. Endi qaranglar, Cobalt avtomashinasi arzonladimi deganlar uchun Cobalt avtomashinasi 15 million so'mgacha arzonladi yurtdoshlar. Bemalol Xorazm Avtotek xizmat salonuna kelib turib, qolgan ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Endi Captiva 5 avtomashinasi 45 million so'mgacha arzonladi obunachilarimiz. Buni ham üzerimizni Xorazm Avtotek xizmat salonuna kelib, batafsil to'liqroq yana bir ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi. 45 million so'mgacha Captiva avtomashinamiz. Damas avtomashinamiz esa 15 million so'mgacha hozirgi kunda arzonlab chegirma o'tirdi yurtdoshlar. Xorazm Avtotek xizmat salonida. Ko'rib tursiz, bilib tursiz, avtomashinalarimiz shunday arzon bo'lib turibdi. Fakat bu mashinalarni nishatib olsak 15 million so'm arzon, nishatib olsak 45 million so'm arzon deganlar uchun yaxshilab eshitib olasizlar. Agar 100% to'lovni amalga oshirsangiz, Chevrolet Cobalt avtomashinasi 15 million so'm arzonladi. Agar siz Captiva avtomashinasini 100% to'lovni amalga oshirsangiz, 45 million so'm arzonladi. Agar siz Damas avtomashinasini 100% to'lovni amalga oshirsangiz, 15 million so'm arzonladi obunachilarimiz. Bemalol kelib, Xorazm Avtotek xizmat saloniga kelib, xaridingizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Yo'q, shu chegirma narxidan biza kredit olacak edik, bu kredit meselesini chiqib bo'ladi desangiz, bu yerda kelasiz, sizni pasportingizni tekshirib boshqatib ko'radilar. Agar to'g'ri keladigan bo'lsa, kredit ham chiqarish imkoniyatlari bor ekan yurtdoshlar. Shuning uchun bu videomizni maksimalni tarqatib, yaqinlaringizga yuborib, o'z yaqinlaringizni xabardor qilib qo'ysangiz, albatta biz xursand bo'lamiz. Xorazm Avtotek xizmat salonida sizlarni kutib qolamiz yurtdoshlar. Videomiz yoqqan bo'lsa bir like ni bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz albatta sizlar uchun yangi videolarni chiqarishda davom qilamiz. Salomat bo'lasizlar.